жакшы иштер, ellerge жардам bergen иштер, бул деген биринчиден Bu albatta Alloh tomonidan inobatga olinishiga ishonaman, chunki u qiynalganlarga yordam beringlar degan. Ikkinchidan, bu ishlar o'sib kelayotgan yoshlarga namuna bo'lishi kerak. Yoshlar orasida menga o'xshab ishlayman deganlari ko'proq bo'lishini xohlayman. Жана башка адамдарга, мага окшоп иштейм деген башка адамдарга да үлгү болуп, стимул болуш керек. U oddiy xalq huquqini himoya qiladi. Jamoat faoli, lider ayol. O'sh shahar g'aznasini oshkora bo'lishini talab qilib, hamma narsani qonuniy hal etishga harakat qiladi. Qilayotgan har bir ishida yoshlarga namuna bo'ladi. Interbilim xalqaro markazining navbatdagi yig'ilishi. Bu yerda O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlaridan kelgan jamoat faollari turar joylar bo'yicha bilimlarini mustahkamlab, joy-joydagi fuqarolarga huquqiy yordam berishadi. Жеткиликтүү турак жайдын ичинде бул деген жанагы коопсуздук кирет, турак жайдын коммуникациясы кирет. Har tomonlama qulay turar joyga xavfsizlik hamda kommunikatsiya kiradi. Shu bilan birga uydagi kvadratlar ko'zda tutilgan. Qonunga ko'ra har bir odam uchun 12 kvadrat hisoblangan. Demak, oiladagi har bir odamning soniga uy yoki kvartirani kvadrat metri to'g'ri kelmasa, u yer yoki uy olish uchun navbatga turishga haqqi bor. Qulay turar joyiga uy yonidagi ijtimoiy binolar, masalan, maktab, oilaviy shifokorlar markazlari ham kiradi. Keyin uyingni atrofida biror narsa bo'layotgan, unda sen ham ishtirok etishing mumkin. Поликлиникага болгон жеткиликтүү. Анан кийин эң негизгиси бул ошол өзүңүн турак жайыңда, турак жайың боюнча өзгөрүүлөр болуп атса, ошол өзгөрүүлөрдү талкуулаганга сенин катышуу мүмкүнчүлүгүң. Huquqiy seminarni yakunlab olgan bilimi sababli o'z huquqini himoya qila olganlardan biri Adiljon Nurmatov. Dokumentatsiyalar qanday bo'lish kerak? O'sha если alına turgan bo'lsa, qanday mizan bo'yicha alinish kerak? Qanday etaplar menен alinish kerak, kompensatsiya bo'lsa qanday kompensatsiyalar berilish kerak. Bardigi konstitutsiyada yozilib qo'yilgan ekan. Endi o'zimizdaga o'qiganmiz, no konstitutsiyani o'sha meseleге tegishli jag'ini o'qimagan ekanmiz-da. Misol, обыденный bilasiz, har bir odam o'z jeriga huquqiga ega, o'z yashash uy huquqiga ega. Shularni bilganmiz, no endi o'sha sudga vnikat qilib kirgandan keyin ko'p narsani o'rganib oldik. Gulqaqqa Mamasaliyeva huquq himoyachisi ayni vaqtda qulay turar joy loyihasi asosida O'sh, Jalolobod shaharlaridagi uylari surdirilayotganlarga huquqiy yordam beradi. Siz devasin deb yana indamay qo'lim. Do'stlik qishlog'idagi 34 ta oilaning uylari surdirilgan bo'lsa, ular orasida Mavluda opaning oilasi ham bor. Ular uchun yerni bo'shatishga 1 oy vaqt berishgan. Qiyin ekanda mana aqli ko'chishga bolalar kelib nima ko'rdi, bitta yerga borib, bitta bolaga qo'shilib, besonbaga bitta osh damlab yegani qizg'anadi ash bolalar. Ishlab 5 so'm topay deb Rossiyada yurishibdi. Endi mayli davlatga kerak ekan. Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirgani uchun O'shdagi do'stlik chegara punktini kengaytirish zarurati bor. Shuning uchun chegaraga yaqin joydagi aholini uylari davlat tomonidan sotib olina boshlagan. Bu masala qonun doirasida hal etilishi uchun Interbilim tashkiloti huquqiy yordam ko'rsatishni boshladi. Istamuniyev ko'chasidagilarni eshitib o'qib, Interbilimni topib bordik, bizga yaxshi yordam berdi. Narsa yaxshi yordam berdi, bilmaganimizni bildirdi, bilmagan yerlarimizga borib huquqiy gaplardi, nima qanaqa pravolarimiz bor, qanaqa huquqlarimiz borligini bildik, ham yo'qni tushundik. Fuqarolarga Interbilim tashkiloti huquqiy yordamlarni bepul beradi. Mamlakatdagi ishchilar kelganda boshida aytilgan Davlat rahbarlari, davlat organi xodimlari boshida kelganda sizlarga yaxshi joylardan yer beriladi degan, kompensatsiya ham to'lanadi, hech kim norozi bo'lmaydi deyilgan. Boshida hammamiz shunga ishondik. Keyin og'izda boshqa, qog'ozda boshqa bo'ldi. O'sha yili kuzga kelib sizlarga yer berilmaydi, faqat sotib olinadi xolos deyilgan gap chiqdi. Shundan keyin bizni uylarimizga mustaqil narx aniqlaydigan kompaniyalar kelib o'lchab ketishdi. Hammasi bir kunda bo'lib ketdi. O'zimiz ham tushunmay qoldik. Keyin pullar
uylarni olib kelishdi. Uylarimizni arzon baholagan ekan. Masalan, bir uyning narxi 100 so'm bo'lsa, ular 30 so'mdan narxlashdi. Keyin bizni huquqimizni himoya qilib beringlar deb tegishli organlarga murojaat qildik. Ular hamma narsani qonun doirasida ko'rib berishar ekan. Hammasi qonun doirasida bo'lgani yaxshi-da. Bir uyning turishi 100 so'm bo'lsa, alar chiqargan aqcha 30 so'mga tushib qolganda. Gulqaqa opaning ko'magi bilan uy sohiblariga yetarli miqdorda kompensatsiya to'lanib, mazkur ish muvaffaqiyatli yakunlandi. Qog'ozga yozib tushuntirish Gulqaqa Mamasaliyeva uchun eng qulay yo'l. U rahbarlik qilgan O'shdagi Interbilim tashkilotining asosiy maqsadi jamoat faollarining yetarli bilim va ma'lumot bilan ta'minlash. Биздин өзү окуулар ошентип эле айтылат да, обучение взрослой аудитории деп коет. Ошол күнүмдүк жашоодо кыйналып жашап аткан адамдарды кантип өз кыйынчылык жашоосун жеңүү окуулар. Bizning o'qishlarimiz asosan katta yoshdagilar auditoriyasi uchun mo'ljallangan. Men o'zim universitetda ishlaganim uchun bu ish juda yoqqan. Ularga kundalik turmushda duch kelgan muammolarni yengib o'tish yo'llari o'rgatiladi. Ikkinchi tomondan oliygohda talabalarga saboq bersang, ular diplomini olib ketishadi, biroq sen bergan diplomlardan foydalanishyaptimi, yo'qmi ko'ra olmaysan. Bu yerda esa senga bergan bilimlardan foydalanishgani yaqqol va eng asosiysi o'sha vaqtda ko'rinadi. Сразу көрөсүң да. Мисалга айтсак, ошол үйлөр сүрүлүп атса, бир мыйзамды үйрөтсөк, ошону ушундай кылып сүрмөлөсөңөр же ушинтип кайрылуу жасасаңар дегенде ал иш сразу ишке кирилет. Биз берген рекомендация, консультация сразу тажрыйбага кирилет да, тажрыйбага кирилип, элдер колдоно баштайт. Interbilim jamoat tashkiloti 20 yil davomida minglab nodavlat tashkilotlarga, jamoat faollariga huquqiy yordam bergan. Gulqaqa opa O'shdagi filiali ishga tushgandan beri uni boshqarib keladi. Qadar o'zini bir qandaydir maqsadga Gulqaqa opa oldidagi qo'ygan maqsadi uchun har qanday to'siqlarni yengib o'tadi. O'ruscha aytganda возможное, невозможное qilganga harakat qiladi. Antonina Dmitriyevna O'sh shahridagi faollardan biri. U huquq himoyachisi bilan 10 yildan beri birga ishlaydi. Bu vaqt davomida O'shdagi ko'p qavatli uylarda suv, kanalizatsiya va boshqa sharoitlarni yaratish borasida samarali ishlar qilishgan. Потому что грамотная женщина и ей U juda aqlli ayol, shaharda bo'layotgan ishlarga befarq emas. U hamma narsani biladi va hammani shunday bo'lish kerak deb hisoblaydi. Shaharda bunday ayollar juda kam. каких мало у нас в городе. Gulqaqa opa xalqdan tushgan arizalarni yig'ib O'sh shahar meriyasiga yo'l oldi. Uning taklifi munitsipal joylarni ijaraga berishdagi haqqoniylikdir. Вот этот код вбиваешь, и сразу этот Google. Bu maxsus dastur bo'lib, kodni ko'rsatgandan keyin u foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni barchasini ko'rsatib beradi. Biroq 2010-yili sizlar bu yoqqa ko'chib ketgandan keyin virus tushib, hammasi o'chib ketdi. Ko'p muzokaralardan keyin yangi sayt ochib, unga kerakli ma'lumotlarni joylashtirish qaroriga kelishdi. Hozir manavi elder көбүнчө эле мына муниципалдык жерлерди арендага алып иштетүү боюнча көбү билбейт да. Hozir mana shu munitsipal yerlarni olib ishlatish bo'yicha ko'pchilikda ma'lumot yo'q. Mana endi ma'lumot berish boshlandi. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra istagan odam kelib tanlov orqali istagan yerini ijaraga olishi mumkin. Bu ma'lumotni gazeta va meriyani saytiga qirg'izcha, ruscha qilib joylashtirish kerak. Shunda fuqarolar o'zlarining huquqlaridan foydalanishar edi. Ular o'zlarining huquqlari haqida to'liq bilishmaydi ham. Shuning uchun biz aholiga haqlari haqida ma'lumot berib, o'z huquqlaridan foydalanish kerakligini tushuntiryapmiz. Ma'lumot qilib yetkizib окууларды өткөзүп айтабыз да, мындай укуктарыңар бар, ошол укуктарыңарды колдонуп мэриядан же болбосо бийликтен талап кылып алыңыздар ошол укуктарыңызды деп. Interbilim tashkiloti 10 yildan beri asosan mahalliy g'aznani oshkora bo'lish borasida faoliyat olib boradi. Ачыктык камсыздалгандан кийин, презентация кылгандан кийин анан мэрияга суроо менен кайрылганда, сунуш менен ошо скверлерди элдерге бошотуп бергиле дегенде. Oshkoralik ta'minlangandan keyin o'sha vaqtda sobiq mer Melis Mirzahmatov bor edi. O'sha skverni aholiga bo'shatib beringlar degandan keyin bizga bo'shatib berishgan. Ko'p dam olish joylari, piyodalar yo'laklari bo'shatilgandan keyin noqonuniy qurilishlar surdirilgan. Meni fikrimcha, biz bu mavzuni ko'targandan keyin bu ishlar bo'ldi. Bunun башында биз ошол себепкер болуп, биз ушул теманы алып чыгып, талкуулагандын эсебинен бул болгон. Bu loyiha orqali Interbilim tashkiloti aholini O'sh shahar meriyasiga bo'lgan ishonchini yana ham ortishiga ko'maklashadi.
Гулгака, можно сказать, что она вот действительно лидер призванный. Gulg'aqi lider ayol. U biror qarorni qabul qilishda meni xohishim, meni istaganday, men aytganday bo'lish kerak demaydi. U har bir narsani xodimlari bilan muhokama qiladi. Yaxshi va yomon tomonlarini o'rganib chiqadi. Xalqni ham o'ziga ergashtira oladi. U o'zi ham, uning guruh ham odamlarga qo'lidan kelganicha yordam beradi. Штат помогает ей выбрать те или другие решения. Interbilim tashkiloti O'sh shahridagi xalq tashabbusini qo'llagan qo'sh yordam deb nomlangan loyihani amalga tatbiq etilishiga yordam bergan. Азыр көбүнчө ошол коммуналдык Hozir asosan kommunal masalalar, ko'p qavatli uylarni tomlarini almashtirish, yerto'la va podyezdlarni ta'mirlash masalalari ko'tariladi. Biroq bitta talab, bunga ketadigan mablag'ni 60% aholidan qolgani 40% meriya berish kerak. салымын эл кошуш керек, 40% салымын мэрия бериш керек да. Gulqaqa Mamasaliyeva filologiya fanlari nomzodi. U O'sh davlat universitetining jurnalistika bo'limida dars beradi. O'qituvchimiz jamoat ishlarida faol bo'lgani uchun o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda dars o'tadi. Biror marta ham bir daqiqa kech qolganini yoki bir daqiqa ortiq ushlab qolganini ko'rmaganmiz. Aniq vaqt bilan ish qiladi. Talabni ham kuchli qo'yadi. Lider ayol faqat loyiha asosida emas, maosh olmagan vaqtda ham qo'lidan kelgancha huquqiy yordamni beradi. Элдерге келтирилген пайданы жаштарга көрсөтүп, жаштарга үлгү болгум келет да. Xalqqa bergan yordamini yoshlarga ko'rsatib, ularga namuna bo'lishni istamayman. Masalan, men hali aytganimdek aholini kompensatsiya olishiga yordam berdim-ku. Bu albatta Alloh tomonidan inobatga olinishiga ishonaman, chunki u qiynalganlarga yordam beringlar degan. Ikkinchidan, bu ishlar o'sib kelayotgan yoshlarga namuna bo'lish kerak. Yoshlar orasida menga o'xshab ishlayman deganlari ko'proq bo'lishini xohlayman. Өспүрүмдөргө үлгү болуш керек. Жана башка адамдарга, мага окшоп иштейм деген башка адамдарга дагы үлгү болуп, стимул болуш керек да. Lider ayol kelajakda davlat miqyosida huquqiy pozitivni kiritish niyatida.